puysa mı var mı? Salamatlık, hayırlı, Allah kata tüyle bulsun. Devran koşkarlarına koşapır, baktı, tahtı, baktılar, duvarı, duvarı. Yaş gülle koşup dünyamızı. Allah Allah. Markam olsun. Adaşma gelmez de olsun. Ya bunu davadan sıkıp düşüncelerine ortaya. Ya o aslında daha da diyor. Abi dışarı çık. Silahını açarsın. Doğru amma bağırsın ben boşluğumda. Şurayı dedim. Oldu. Hoş ne olduğunu giyiyorum Ben gene ekmek bir şuna sıksın gibi. Kopron давай, ага, босс. Молодец. Koplan.
آمين. صلى الله على خير خلقه محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. مبارک باشن برای خیر مبارک شاد کن شرن کن باشن خودش شپرگی نباشن ایال بام باشن اینا هم گیرن دوبلیک با یالیک بودم کلین اینا از آیجان داده جانا خزر بودم بازار بودم رابم دل برلیک خدا شریک مثل مینگیر شریک بارشتی کریشتی بودم ترددلر مبارک کلیلر مبارک کویلر مبارک خدا خوشت بردمون کنه گیرگنه کلیگه اولین خدا بینیم خدا قرب اخی قرده شبالا گرمیم خدا بر آن شبالا تو بزرگ تو خسگیره نه بیرید کنه Yürüyüp yürüyüp ama kendisine gidiyorum görüne hoş bir şeyler ilahım ortası mısın? O da kontasın nasıl olsa. Bir tekrar kağıtta da bana. Sonuçları sanmali genel gibi salam aleyküm. Evet, ilgili bilgisayarı tolayın. Nokatı kısa tolayın. Kuş kağıttan kuş şakarı bireyim bana. O can dede can değil duvarlarını alıp kökere. O yüzden. Hiç kadar ne bir ne yengemize. Dili birlik Rabbim yana ko'rigim haqiqalarga shu bolagina men hammaga nasib muborak bo'lsin deb kelib o'tirishdan nasib qilsin. Muborak bo'lsin. Muborak bo'lsin. Charchamay giraman xursand bo'lganimda. Salomat, tinchlar, majomatlar, Oliylar qanday oliylar? Oliylar shari shakar bo'lsin, qanday asal bo'lsin, bular davlatga bo'lsin. Mana sizlar Qo'shib beringlar, qo'shib beringlar. Shunday beringlar. Vergan rızkınca, vergan umuruyla, nasip önce devlet şükürler olsun. Ey Allah'ım, böyle ushbu xonadonda, mübarek kunda, metrikunda sabah atrofida o'tiramiz. Bu albatta sababchilari kalimaning mehr muhabbati, diydori, mana shular ikkalasi qo'shganidan qo'shaqir bo'lsin. Neki ko'ngliga yaxshi niyatni tutgan bo'lsa, ota-onalari, bobogiylari shularga yetsinlar. Allohim to'y chiroyli bo'lib yaxshi bo'lsin. Rabbana Rabbil alamin birahmatika ya Rabb. Amin.
bir xalq Qur'on o'qimoqchilik, Alloh taoloning roziligi va shu o'tganlarimiz guruhlarini shod qilish maqsadida darsxona yozganlar. Alloh taolo jiyanimiz Qodirjonni baxtingiz bo'lsin. Bo'lgan o'sha xonadonda qilgan xayr ishlarni Alloh subhanahu va taolo dargohida qabul ma'qul aylasin. Mana shu dargoh savoblar bilan o'tganlarni, barchalarini, urug'larni, shod oqibatlarini olib qilsin. Hozir o'qiyimizda keyin uni bilamiz. Shu uchun iltimos Qur'onni o'qiladigan paytda jim turish kerak. Rasululloh sollallohu alayhi vasallam marhamat qilib aytdilar. Qur'on o'qiladigan payt, azon chaqirilgan payt, amr ma'ruf nahiy munkar bo'lgan paytda jim turib eshiting dedilar. Bu vojib amal hisoblanadi. Agarda biz yo'q, hech narsa qilmaydi, ota-bolam aytgan kuyovini aytib yuraver desa gunoh bo'lib qoladi. Shuning uchun o'zi 2 minut Qur'on o'qiladi, shuning uchun jim turib hamma eshitadi. Mikrofon ayting rol chiqadi. Mikrofondan video chiqadi. To'xtash. Bering. Yaxshilab tilovat qilasiz, rol chiqadi. Eshitadi. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة. أصحاب الجنة هم الفائزون. لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة. هو الرحمن الرحيم. هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر. سبحان الله عما يشركون. هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى. يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. İlahim, Allah'ım öyle okuyan Kur'an-ı Kerim'le her bir harfinden nisfal kamçilikleri biz Allah'ım özün keçirip nazil bo'lgan savoblarni bag'ishladik. Avvalambor ikki olam sarvari koinot oxirat kunimizning shafaat go'yi payg'ambarimiz Muhammad Mustafa sallallohu alayhi vasallamning ruhidan ruh poklariga bag'ishladik. Barcha o'tgan payg'ambarlarning, sahobalarning, choriyonlarning arvohlarining ruhi poklariga bag'ishladik. Xususan ashlardan umidvor bo'lgan Bozor amakimizning arvohlarini ruh poklariga bag'ishladik. Yangamizning arvohlarini ruh poklariga bag'ishladik. Ularning otalarini, onalarini, ota avlodlarini, ona avlodlarini
70 70gacha arvohlarning ruhi poklariga bag'ishladik. Hamda ana shu davom etib qilib ko'tarib o'tirganlardan umidvor bo'lgan arvohlarning ruhi poklariga bag'ishladik. Allohim shularni yotgan joylarini jannatingdan joy bergaysan. Mana bugungi mana shuna xayriy ihson qilayotgan ekanlarmi Dilshodjon? Ana jiyanlarimiz baxtli bo'lsinlar, yoshlarimiz qo'sha qarisinlar, qo'shganlari bilan qo'shafir bo'lib, bir yaxshi o'rnak olayotgan, bir yaxshi oila bo'lib chiqsinlar mana shular. Bir mana ota-onalariga, qayintalariga bir yaxshigina xizmat qilayotgan farzand bo'lib yetishsinlar. Qo'shganlari bilan qo'shafir bo'lsinlar. Dilshodjonni Xudoyim taolo topganlariga, dasturxonlariga, umrlariga, kasb-korlariga Allohning o'zi barakani berib, kelin bilan qo'sha qarib balalarini huzurini ko'rdirsinlar. Allohumma maghfir li va li validay va li ustoziyya va li jami'il mu'minina wal mu'minat wal muslimina muslimat al afiyai munfa da'wat innaka mujibud da'wat rafi al darajat unzil al barakat va qadi al hajat bi rahmatika ya arhamar rahim. saodatli bo'lsin. Chiroyli oila qursinlar. Elimizni, xalqimizni xizmatini qiladigan ajoyib oila bo'lib, barcha havas qiladigan oila bo'lsin. Sulolamizni obro'yini ko'tarsin. Sog' bo'lsinlar, chiroyli farzandlar ko'rsinlar. Kelasi yil shu vaqtlarga Beshik to'ylar emas, haqiqat to'ylariga hammamizni nasib ro'za aylasin. Thank you.
aytinglar. To'y chiroyli o'tsin, baxtli bo'lsin. Ya bu videosu yakalıyor oturma. Plankası bu mu yok mu? Bismillahirrahmanirrahim. Sağlık selamatlık versin. Hayır baraka versin. Dünyamız tinç bitsin. Topkalarını yaxşı tüyleye buyursun. Şu yoshlarimiz qo'shqanlar bilan qo'sh yapır. Baxtli, taxtli bo'lsinlar. Kelasi yil bularni haqqa to'ylariga o'ynab kulib festival etaylik. Beraykonizda aytingda endi. Ana shu havlni ichidagi nima ko'zingga yasib ko'rsa o'qitib. Hamma narsasi. Hozir tandir isi bo'ladi. Ha. Maylida. Kech bo'ladi. Cho'niyda bir mislardan yo'q ekanmi? Mislardan olib kelaylik. Bor. Cho'niyda. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi robbil alamin val oqibati lil muttaqin. Vassalatu vassalamu ala rasulih Muhammadin va ala alihi va ashabihi ajmain. Robbimolloh tanisqat, xotirjamlik, keng tiri ketmas davlat, izzati obro'larni bersin. Bugun mana shu 2 yoshda Alloh yulduzga to'g'labsan, tiliga, diliga, yurak kirasi yuragiga bog'lansin. Robbim qudachilik nasib etibdi. Bilan borishlik, kelishlik bo'lsin. Izzatli, hurmatli bo'lsin. 2 yosh qo'shaq qarib, Robbim ilon nasib bo'lsa bu ish vaqtiga bag'rini to'ldirib chaqaloqlar berganda, oling Xudo, bering Xudo qilib, aqiqalarga ham ko'r ko'rsatib yetkazsin. Muborak bo'lsin. Yana bir turinglar. Adrazbekka. Enişteyle bu ilim emas, bu şeriatta odob. O'zbekistonda o'zi husn xalqda, bu shariatdagi odob, chiroyli odob, hurmat. O'zini kerak, sog' bo'linglar, charchamanglar. Qani Griton, yegalasi qolib ketdi. Guliston kiratga. Endi bilim yeyish kerak deydi-ku. Obering nonmaydan. Obering nonmaydan. Gaz olibdi. Ha, o'g'lan ham duo qilaman, shunda bahori shunday gullatdi. Baraka topsa iloyim. Tinib tinchimaydi o'zgarasi. Bize haykofe ortada yürüp gideyim. Gazdan alıp da Ana şunu. Yok bakmayın. Bu soğumayın. Yani ilk teşkile. İki dönüş gele. Asal oklar asal. Müştep birgine bulsun, hayolman bulsun. Sir davlatgine bulsun, sir farzangine bulsun. Kadamları gülzor bulup, oğlu kızları bisyor buluyorsun. İloyim, o'ngida o'g'li o'ynasin, chapida qizi o'ynasin. Yonida yorginasi bilan yayrasın. Iloyim qadamlari gulzor, o'g'li qizi bisyor bo'lsin. Qani ushlang. Devorga tegiring. Şeker bo'lsin. Qanda sal bo'lsin. Joy qilinganmi? Navot to'ling qo'ylar. Qanaqa ustol chiqtiradi? Adamiylar shirin qo'shqa. Shirin shakar bo'lsin. Qanda sal bo'lsin. Pir va davlat bo'lsin. Bo'ylasin. Keling. Umida qada ko'rib chiqsa Shotgon bo'lsin deng. Shirin gon bo'lmayam ko'taringlar. Shotgon shirin gon bo'lsin.
Qo'sh shapirgina bo'lsin, ayolban bo'lsin. Nechta o'g'il qizi bo'lsin? 11 o'g'il, 7 qiz bersin. O'zginasidan ko'payursa iloyim sana. Jonim qizim, qani. Bismillahirrohmanirrohim deb ayting. Har bir so'z boshi bismillah. Taom boshi bismillah. Kalom boshi bismillah. Val avvalin val oxirin. Qani. La ilaha illalloh. وحده لا شريك له له الملك له الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدر qadamlaringiz gulzor bo'lsin, o'g'li qizingiz bisyor bo'lsin. Xudo sizga yor bo'lsin. Ilohim sarpolaringiz muborak bo'lsin. Qani qo'lingiz tegirib, ha, ashkalishni kiyishdan bilaman. Qanaqa xotin bo'lishingizda. Ha, qo'limdan aynalay. Qarsillatib, ha, gumillatib. Ha, qo'limdan aynalay. Labbay deydigan bo'lsin. Ilohim, chapqon, chason kelin bo'lsin. O'yjonda joniga payvand bo'lsin. O'zidan qarab o'qisin nasib bo'lsin. Aynalay bachamdan. Ha, baxt muborak bo'lsin. Ha, yormi muborak bo'lsin. Sarpolani kiyib o'tiribsiz, karavotlarsiz. Chin uyim edi. Chin uyni begi kelibdi. Bekasi bo'lib boramizmi? Ostonasining egasi bo'lib boramizmi? Niyatlarni xolis qildikmi? Shu yigitning yog'ini yoshiramiz, ha? Borini oshiramiz, ha, qizim. Dildora, asal qizim. Sarponi mas'uliyati bor. O'yjon deymiz, xo'p? Dadajon deymiz. Shu daqiqagacha umidvor anish xonadonga omonatimiz. Endi chin xonadonimiz muborak. Niyatlarni xolis qilib, ota-onamning umri uzoq bo'lsin desangiz, gapingizni olib kelmasdan, qandoqsan bolam desa yaxshiman deb, ikki qudani mehr rishtasini bog'laymiz, ha, qizim. Sarpolaringiz mas'uliyati bor. O'yjon deng. Dadajon deng, bolam. Sultonim deng. So'ralgan joyingizga aziz bo'ling. Dildoram qizim, ana asal qizim. Bu ana bu parda, bu hayo pardasi, bu ibo pardasi. Yuzga solganim sababi avvalambor Alloh nazardan asrasin. Endi qaynotangiz ota, qaynonangiz ona. Xo'p qizim, o'rangizdagi devorlar buzilmasin. Bir izzatli iboyiz bilan so'ralgan joyingizga nomdek aziz, qandakkina shirin qilib nasib aylasin. Oydan oydin, guldan go'zal, o'y jamolgina g'am ko'rmasin qizim. Yarashli sarpolaringiz ilon chiroyli baxtiga ko'z tegmasin. Qani birga aytamiz. Bismillahirrohmanirrohim. Ayting. Subhanalloh deng. Vallah, alhamdulillah. Va la ilaha illalloh. Vallohu akbar. Va la havla va la quvvata illa billahil aliyyul azim. Jonim qizim mana. O'sh boshimizda nima bor? Toji davlat deng. Yuzida nima bor? Nuri Muhammad deng. Tilingizda nima bor? Kalima-i shahodat deng. Tili shirin bo'lsin, o'zingizam shirin bo'lasiz. Qo'lingizda nima bor? Xayr ehson deng. Qo'lingiz ochiq, yo'lingiz ochiq bo'lsin. Belingizda nima bor? Kamara xizmat deng. Xizmatlarni qilib rahmatlarni eshiting. Oyoqqiningizda nima bor? Poyi tahorat. Ana shu poklik, shu yuzi yorug'lik hech qaysi ayolni sizni ham qizim tark etmasin. Xo'p, monajonim, asal qizim, ilohim, Robbim peshonangizni nek qilsin. Qani ilohomin. Ilohomin. Jonim bolam, baxt muborak. Javohirda sevar yori bo'lgandan keyin otaginasini ardoqlang bolam o'g'li oldida. Aylaning qaynonangizni boshidan oyog'igacha, devorini zar eting shu yigitni suvog'igacha, nonini e'zozlang urvog'igacha. Shu yigitni sevar yori bo'lgandan keyin jon qizim, avval boshda cho'ri bo'lamiz. Gelib, yugurib, xizmat qilib, ko'ngil olib, kelinlarni zo'ri bo'lamiz. Xo'p bo'ladi o'yjon, xo'p bo'ladi sultonim deb borgan ostonamizda qizim. Agar muqaddas Dildora gap boshi davlat boshi, Javohirimni qalbini to'rda bo'lamiz. Xo'p qizim, injiqligiz, erkaligiz, yig'loqligiz otangiz uyga qolib ketsin. Robbim boradigan xonadoningizni bir umrga bekas qilib, shu guli gulzor chamanzorni ilohim ana shu bog'boni bilan yayrab yashnab yashash nasib etsin. Sarpolaringiz muborak, kelinlik maqomi muborak. Bu ish vaqt otajon, onajon bo'lsin. Qandoq bo'ldi? Dildora deganda hammaga ibrat bo'ldi deylik. Dildora bilan Xudo bo'laman deganlar ko'paysin. Dildorani Xudo hammani havasini yeb, Xudo quvontirib bu ish. Shu ishidan shu qizimning uyiga nasib bo'lsa, tilla beshinglar chiqsin. Allohu akbar. Ana shunday. Yoniga turing. Yoniga turing. Robiyaxon. Assalom, ha. Xudojon, kepti bu kun. Qoshlari, ko'zlari, bodom qavog'iga salom.
Assalom, oyijoниga bitta salom, bitta o'ping bacham. Kelini ham qovoqlari o'ziga o'xshay ekan, uni qara. O'zim qovoq qaynonasiga o'xshay ekan. Yoniga turing. Zuvalasini bir joyda oladi, siz zuvalasini. Yaqinib turamiz. Kuyov bolam ta'rifini men bayon qilay ekan. Ayollar, bi bozorga o'tirganda gapiradi bilan qara. Ayollar iltimos o'zlaringizni hurmat qilinglar. Har kim o'zini hurmat qilsin, iltimos. Yangi uylangan yigit bo'lgaydir hamda qalin. Javohirimdan baxti yo'q. Taxta torchi yana bittagina salom, egiling kelin. Kuyov bolam ta'rifini men bayon qilay
so'z, to'g'rimi? Degan oladigan yigit, to'g'rimi? Kelishdan quruq qaytmaydigan yigit, to'g'rimi? Yigitlarning sardori to'g'rimi? Kelini xaridori to'g'rimi? Shu manzillarni quruq qaytmadi, to'g'rimi? Sigaretdan urmadi, internetga ham kirmadi, to'g'rimi? Kelin bolam ta'rifini men bayon qilayotir. Qizlar ishda qizimiz Soliha qiz, to'g'rimi? Valiya qiz, to'g'rimi? Sojida qiz, to'g'rimi? Obida qiz, to'g'rimi? So'zilmayapti-ku, to'g'rimi? Ana shunchalar kuyov tanlagan, to'g'rimi? A'udhu billahi minash shaytonir rojim. Bismillahirrohmanirrohim. Avvalayman hazratim. Farvardiga olimga salom. Ey jumla olamni yaratgan mehribonim salom. Payg'ambarlarning ruhiga salom aytay bugun. Ol Muhammad Mustafodek tojidorimga salom. Allohu ahad, alhamdulillahga salom. Hazrati Odam otaning ruhiga aytay salom. Modari jumla zamon momo havomizga salom. Qaynona-yu qaynota kuyov-navkarlar bilan ushbu davlat xoniga kelgan xishu taboriga salom. Bir parivashni siza olib kelamiz bu kecha. Ul Muhammadning qulidir otasining gavhari. Umida xonimni katta qilgan ul Mustafa doktori o'tirgan ahli jamoat hammalaringizga yana bittagina salom. Domotik bir-biriga mehribon, ikki bulbuliday bo'lib, ishq ichra yori uchun, egi uchun, xo'jayini uchun, sultoni uchun, yana bittagina salom. Besh o'g'il, besh qiz bersin, xushovan turmushiga bo'ladimi? Qo'shing. Tog'day bo'lsinmi, qirday bo'lsinmi? Qanday qo'yishni bilmaydi. Qo'yishni bilmaydi mana. Javob bersin. Ana mana qo'shaymi? Qo'shing. Qo'shing. Qirday bo'lsin. Tog'day bo'lsin. Bir yetti qiz bersin, Xudo qo'ysha yoriga salom. Hazor Ali, hazor bor Xudo xohlasin. Hazor bor bu dunyoda hech bir banda kam bo'lmasin. Qarab turib havas qilib, men ham o'g'lim tayyor. Men ham kelin izlayman. Men ham naviram tayyor. Men ham to'yla qiladiganlarni o'g'li javohirimday alpomushday kiya bo'lib, yigitman deganni orqasi rahla ko'rsin. Qizim tayyor degani Xudo oyday baxtini, tilloladay taxtini berib, ana shu ishidan egalari so'rab kelib, alhamdulillah topshirib, o'zidan qutulib bo'limiz. Iloyim, Robbiyam, umidam chaqaloqlarga, nabiralarga Xudo yetkazsin. O'ylamagan kuyov jo'ralar uylansin. O'ylanganing ajab bo'lsin. Minus 1. Javohirim, jonim bolam, ko'tarchimidi. Baxt muborak. Jon bolam, har bir yigit sizda yorni yetaklab, poq nigoh bilan chimida qolib kirsin. Bugun ikki inson xursand. Joyim tor uchun chimida kirgizim sizda. Bo'lmasa ostonaga saqlashim kerak. Bularni bosib o'tganim uchun keling. Keling Umidaxon, keling Robbiyam. Bir parnoni chaynab turib, arqaroqqa. Bir parnoni chaynab turib, tamog'idan o'tkazmay bolam degan onajonlarim. Yelib yugurib, o'g'il qilib, qiz qilib, bir daqiqa o'zi uchun yashamagan onajonlarim. Kelin muborak bo'lsin. Kuyov muborak bo'lsin. Asal qizim, dildoram, eshiting. Menga kelim kerak dedi o'yjoningiz. Menga qizim kelsin, yurganda yo'ldoshim kelsin, sirlashganda sirdoshim kelsin. Amin. Bek balamni bekasi kelsin, ostonamni egasi kelsin deb sizda kelin Xudodan so'ragan shu o'yjonni. Bir javohirim iymon insofli kuyov kelsinki, amonatni topshirib, alhamdulillah qutulib, bolaginalarni o'zimiz beminnat katta qiladigan shu onalar mehnat rohat bo'lsin. Azobi davlat bo'lsin. Kelin kuyov muborak bo'lsin. Nonlarni kuydirsam mayligami? Mayli. Idishlarni sindirsam mayligami? Advokat bo'lasim javohirimni orqasidan bo'lganlarga yo'lni yoshirasiz. Borni oshirasiz onajon. Mehr bilan suv qo'yib, mevasidan bahramand bo'ling. Qiziz muborak bo'lsin. Erka bo'lam arsonim keldi. Oyim turadigan osmonim keldi. Endi uni qo'lida meni jonim, turingga bor qizim. Qaynona bu buqqanim, shu go'zal qizni tuqqanim, aybim, gunohim, amonatni egasiga topshirdim.
Ha? Tur uyingga bor qizim. Shu javohirim nikoh o'qitdilar, mahr berdilar. Shu yigit och bo'lsa och, to'q bo'lsa to'q, aralashish yo'q. Qizimni boshga javohir, hoji davlat bo'lsin. Javohirim, jonim balam, xalqqa xizmatida bo'lgan balam, elli nazarda bo'lgan balam, elli hurmatida bo'lgan balam. Kasb-ko'rzga baraka bersin. Sarpola muborak bo'lsin. Bir chiroyli yarashdiki, Alloh har kimni ham siday ilohim aziz qilsin. Jonim bolam. O'yingizga ursalar chap yuzini tutgan bolam. Murosalik bolam bu mana. Madoralik bolam bu mana. Birovni ko'nglini ortgan emas hech qachon. Labbay deb erta xizmatda Allohga askar bo'lgan. Shu bolamga chimiliq muborak bo'lsin. Jamiyatdan yarattirgan o'ylaysiz, kelin bola vasir bo'lsin. Siz bosh bo'ling, kelin bo'yin bo'lsin. Siz osmon bo'ling bolam, kelin zamin bo'lsin. Robbim uyingizda o'g'ilni, chapizda qizizni, yoningizda ilm dildorani yayratib, bu ish vaqt eshitmadim demanglar. Javohirimni uyiga, Hasan Husan to'yiga oling quda, bering quda qilib, aqiqaga yetkazsin. Jonim bolam, bu yilni chimiliqda ko'rsam, mana pensiyamdan ikkitadan qo'shqor beraman degan bibilarga bitta salom. Yesha, beramizmi? O'tiring kiyoding, o'tiring kiyo. Xush kelibsiz. Berdik. Ikkita qo'shqorni berdik. Arziydi aka, yaxshi yigit. O'tiring kiyoding, xush kelibsiz. O'tiring kiyo. Onasi yetmagandan beramni berdi. Yasha. Tog'da tishlagan bulbulimni berdim. Duldurimni berdim. Qafasda sayragan bulbulimni berdim. Onasi o'pmagan, shunday chiroyli qizimni berdim dedilar. Kilovam ko'rsa ko'rgiday, qo'lga olib sevgida ekan, to'g'ri yigitlar. Arzachoni bandachim. Qani bobolar. Qani. Bobolar chaqiring. Chaqiring, dadajonni chaqiring. Baytullohga borib, Xudoning yo'liga tinchlik bergan. Ana, keling. Bobolar. Bobolarni ko'rsin. Dadalar. Keling. Qani bir qarab qara. Qon bilan yozamiz. Qarab qara. Hozir apajon, Dunyojon, dispozitsiyalarga turing. Ana shunday. Mehmon kelsa xush degan, mehmonxona bo'sh degan. Shu to'ylarga bosh bo'lgan. Yelibgina yugurib, o'tiring kiyo, o'tiring. Bizning pensiyamizdan ikkitadan qo'shqor bo'lgan bobolariga bitta salom. Aytinglar, o'tiring. Nima zarurat bo'lsa olib kelaverasiz. Hamma narsa shu anaga. Berdigan. Sizlarning kalimani. Qo'llagan narsa shu anaga. Vaqtini Naqdi o'ziga. Naqdini olinglar deyman. Ana endi el olgan bilan. Vaqtni bo'linglar. Nima qo'llaringizni tutib ketinglar shu
Shavonlari teng kelgan, millatlarga teng kelgan. Karmoni katta ochib, ayamay pul sochgan. Elga katta to'y berib, to'yda katta novosani suyib, javohirdan kiyovni qilib, mendan bitta kiya katta o'qiz degan qaynotalarga bitta Berdik, o'tiring. Yashay. Yemaygina yedirganim, onajon. Keling. Yemaygina yedirganim, kiymaygina kiydirganim, yillar yo'lga qaraganim, kiyov kim deb so'raganim. Yetsa molim, yetmasa jonim deb turgan oyijonlarga ham bitta salom. O'tiring. Amin. Jon bolam, dildoram, asalim, quloq solib. Otaginang, boboginang pandini eshit. Jonim qizim, qilmagin borgan yering dedilar norozi hech qachon. Endi uni borgan yerida qaynotasi ota bo'lsin. Qaynonasi esa onajon. Xizmatini qilsin qudalani. Rozi qilsinlar qachon. Jonim bolam, sendan kuyov rozi bo'lsa, qudalarim rozi bo'lsa, men roziman dedilar. Onang rozi. Onalarimiz, otalarimiz Alloh rozi bo'lsin. Shuni katta ikki jahon. O'g'il muborak. Javohirim el xizmatida, el nazarda bo'lgan yigit. Iloyim bolam deganda belingizga quvvat. Kuyov emas, ko'zginangizga nur. Labbay deb joningizga payvon bo'lsin. Yana bitta o'g'lingiz ko'paygan rost bo'lsin. Shu qizim amonatidir. Shu yigitni ori bo'lib borsin. Nomusi bo'lib borsin. Ostonasining egasi, shu begdi bekasi bo'lib borsin. Ochmasan qizim desangiz to'qman desin. Yo'qmi qizim uyingga desangiz bor desin. Ofiyatli kelin bo'lib, ota-onasiga qiyomat kuni jannatning eshiklarini ochib bersin. Duo qiling. Bir yil o'tmay alla bolam deganda, Rizvongiratan olayman. Navoiygiratan olayman deb haqiqatlarga oling xudo, biring xudo qilib yetkazsin. Amin. Allohu akbar. Hadi kelamiz ushladik. Boshqa tegiramiz. Javohirim kelin bo'lashimi? O'zlarimi? Adashmadikmi? O'zlari. Kuyov bo'lashimi? O'zlarimi? Oynaga kulib qaraylik, kim chiroyli bo'lsa balasi o'xshaydi. Bo'lmasa men qarayman, menga o'xshaydi. To'g'rimi? Aynan bachalarimdan. Otasiga o'xshasin, onasiga o'xshasin. Esdan chiqib ketdi kamerani borligi yo'q qaradik. Aynan bosh ko'tardik. Boshda tegiramiz. Sadatda tushib bor ekan, lavi daragoy. Bo'ldimi? Bo'ldi. Iloyim shu oynaday hayotlaringiz begap, benuqson. Yaxshiga yondoshib, yomondan adashib, Xudo chimidig'ida yuzlaringizni ilohiga yorug' qilsin. Qani, ushla. Olinglar buni, ura olinglar. Ijonga bering, ijonga. Ana shunday. Qaniyni ot Furqat. Bismillahirrohmanirrohim. Asal qo'ying. Javohirimni iloyim kaskorga Xudo baraka bersin. Joniga baraka bersin. Olsin balam oldirmasin. Noni bo'lsin. Sagrasi to'la puli bo'lsin. Iloyim o'ngida o'g'li bo'lsin. Chapida qizi bo'lsin. Nondagina aziz bo'lsin. Shiralikka xushi yo'q, qizlar bilan ishi yo'q. 4 ta fanta kola kiyola jo'ralarim haqqi kelsin. Obke balam obke. Obke asalim. Asal bi obkening. Qani? Ilohomin. Ilohomin. Bismillahirrohmanirrohim. Sallallohu alayhi xayri xalqi Muhammadin va ala alihi va ashabihi ajmain. Javohirim, dildoram, shu so'zimga urg'u berib aytamanki, mana bu chimildiq kimlargadir armon. Allohim ota-onaning roziligini, Allohning rizoligi bilan baravar qilgan ekan. Har bir insonga ota-onaning roziligini olib, onaning roziligini olib, yuzi chimildiq ko'rishni nasib etsin. Jon balajonim, muqaddas bu chimildiqqa Gulshangada Alloh jamiyatdan yuzni yorug' qilsin. Qadamiz gulzor, o'g'li qiziz bisyor. Xudo xolisa bu ishvoq otajon, onajon bo'lib o'rinlaringiz, jon bolam qo'sh beshiklarning o'rtasi bo'lsin. Amin. Qur'on shakari bo'ling, qanda asal bo'ling. Dildoram sultonim deng, begim deng, o'yliga turib qo'lingizga beradilar. Hamma o'yliga olgan bilan buni kunligi bor, to'g'rimi yigitlar? Padishah bo'ynalar. Jonim bolam, sultonim, begim deb bo'yla tamom, yetar. O'zi taxir bo'ladi bolam. Quloq soling. İstamiz. Ana bu asal. Video ishlayapti. Asal ko'pi qiladi kasal. Ogoh bo'ling, kelin qo'lingizda tishlab olsa, qalab qoladi o'sa. Qani qarang. O'zini hurmat qilinglar. Qarang, yer bo'ydoqman deb ketaveradi. Salomat bo'ling. Jon kiydirmasang janona qayda? Shu qizni olmasang qaynonang qayda deganlar.
Payg'ambar oshi. Bizda munojon pishiradilar. Nima uchun? Kuyovga ham boy bo'lsin deydilar. Moy solatlar nega? Kuyov emas, o'g'il bo'lib muloyim kelsin deydi. To'g'rimi? Qaynota aytgan, katta qizni olaman siz bitta chela torting, qani chel, tortilgan tursin. Barmoq bilan. Aha, dakansa. O'zini hurmat qiladi. Xotinga ozroq qiladi, qorni tezirini to'lmay qoladi. Ayna shunday. Voh, hayrat. Xotinga mo'yli qilib beraverdim deb qo'rqadim. Hop toshda. Umidaxon ehtiyot bo'ling, kiyozni qarang, mo'ylikni qilib urishga. O'zini hurmat qiladi. Keling ozroqni balam semirib ketadi, boqmay yurasan. Aynan keling bolamdan xudoyo. Qo'lingga qarasin, ilohim yurganga qarasin. Boriga qanoatli kelin bo'lsin. Xudo yori bo'lsin, qo'llasin. Xo'sh, jo'rajonlar. Ana bu tush. O'zib yesang bo'ladi go'sh. Agar gamirzang ko'rdingmi? Aha, bu bolar ham bor ekan. Mana uch dedi. Go'shmi, padeska. Go'sh degani bilan bo'lki bir mana olmadi o'tirdi. Qani, Javohir. Jaydari qilib, erkakchasiga chiroyli qilib, nasibasi ulug' bo'lsin. Javohirda o'zini inonib nasibasi ulug' bo'lsin. Lekin kelini keyintira turib, birma yedizmi desam, sultonim kesalayman dedi kelinam. Beramizmi, kelinga bermaymizmi? Xudoning qori o'tirib, biylari qori o'tirib, o'yinlar o'tirib. Aynalay bolamni o'lchab berma, bolam o'lchab berma. Katarog'ini olib ol, o'lchab berdi deydi. Aynalay sanana, aha, oboramiz. Aha. Oh, kelinam Qur'on azra. Hoş qolmaydi. Nasib etsa. Xo'sh, yaxshi o'tiribsizlarmi, yigitlar? Zerikmadingizlarmi? Javohirda o'tirishib bitta qaranglar, kedekonga o'xshamaydi cho'qqa. Qani, chapon olinglar, qani menga boqing, o'ng etagini. O'zim aynalar bolalarimdan. Qani. Oh, aha. Pravayes o'ylamagan deyman, balam o'pib qo'ydi. 7 o'g'il, 7 qiz. 11 o'g'il, 7 qiz. 11 o'g'il, 7 qiz. Nega 7 qiz eshtinglar? Allohning amri bilan qaysi erkakni ayoli birinchi farzandni qiz ko'rsa, Robbim o'sha erkakni yo'llaqibdi. Nima dedi? Uni ayoli barakali kelibdi dedi. Qiz tuqqalaga bitta qarsa choy beringlar. Ayollarni xursand bo'lgani ko'rdingizmi? 7 qiz deganim. Damo. Tuqqalaga yayrab ketdi. 7 qiz deganim. 7 do'zax eshigiga parda deganim. Ana shu uchun 6 emas, 8 emas 7. 11 deganim. Javohirga xudo futbol komanda bersinmi? Bersin. Ham bo'lsinmi? Bo'lsin. Dunyoni titratgan o'zbekda kurashchisi ham bo'lsinmi? Bo'lsin. Otasiga o'xshagan tadbirkori ham bo'lsinmi? Bo'lsin. Qaraqoshi ham bo'lsinmi? Bo'lsin. Onasiga o'xshagan ham bo'lsin, ha? Kunjiga kirsin. Qadamlari gulzor, o'g'li qizilishor. Javohir parod qilmasin. Onamdan ushladik. Ikamiz ham ushladik. Balalarni oldik. Ana shunday. Olib kelamiz. Sal bosh ko'taramiz, ikkalamiz. Chiroyli qilib qaradik. Aha. Zizi beraman kulib tushasizlar, javob. Sal kulib tushamiz, kelishib. Ana kulib şeyler. Kelini qitqilib beraymi, o'zatish yo'qmi deyman, dastamat o'tish kerak. Kulmaykanda bolam. Aynan aysanna. Lavi daragoy. Bo'ldi. Ana endi bolam, kulminatsiyonni toshga qo'yib bering. Yesang. Aha. Bismillahirrahmanirrahim. O'ynar o'zim o'chaman. Raslabsa daragoy. Salom. Kim birinchi tozalasa kassa shuni qo'liga ketdi. Ha. Ya to'xta. Kuyovnikini sifatiga gap yo'q. Lekin davlatda uchdan birisi yo'q. Pul o'lsin. Boy bo'lsin, badavlat bo'lsin, iymonda mustahkam bo'lsin. Keliniki gap yo'q. Ana go'standarddan o'tdi. Ana, lekin atayin migna, ancha ozgina arqay qoldi. Nega? Birinchi qadamda hurmatingizni qilinglar. Ilohim hurmatlik, izzatli bo'lib yashang bolam. Ushtang onajonim. Qo'lingizga ushlang.
Payg'ambarim yeganizdan yediring dedilar. Go'shtda to'shda olib keling, mehribona bo'ling. Mantila qilib bersin bo'lam. Ana, o'shda qilib bersin. Tasha o'zingga qaytarib beraman. Qilingizlar, xafa qildingizlar. Men qo'tdim, sen o'zing boqa o'radi, yana jo'ring oldi. Mana. Amin denglar azizlar. Amin denglar. Tamatimni endi men ham tamom qilay. O'ylamaganlaring tashriyat bilan o'zingga qaytarib beraman haqiqatan. Men yaxshi niyat bilan qaytarib beraman. Qani ilohi amin, o'tira oling. Bir o'tiraylik qani. Alhamdulillah robbil alamin. والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على رسولك محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. Albatta to'y hazil bilan, o'yin kulgi bilan harakat qilib javohirimni kuldiray, harakat qilib dildoram shod bo'lsin. Eng yomon kuni shunday o'tsin. G'am ko'rmasin, dard ko'rmasin. Shod shodmon yashasin. Lekin bu yog'ichun yigitlar kelyotdik. Qara-kelik pavrotdan adashdikmi dedik. Sizlar yo'q, bizda zapravkada o'tib ketdik. O'tib ketib qoldingizlar. Bir vaqt arqamizdan bitta yigit Shumaxer gazini bosib kelib mashinani pavorotda boshqa tormoz ursa bo'ladimi? Hamma joy jaranglab ketdi. Qaysing ekaning o'shaning dedim. Shart bilan borib urushaman deb shunday borsam. Guliston Graddan. Javohir akam qaramay ketdi. Bir moshin qiz dod deb yig'lab kelsa bo'ladi. Men ham dod deb bordim. Javohir qizlarni yig'latib nima qilyapsiz? Arabxonaga nima qilyapmiz desam, meni tanlaganim, meni baxtim, taqdim. Mana dildoram bor deb hammani darvozasiga boshlab keldi. Ko'rdingiz bolam? Siz ham bir umr shu bolamni boshingizga toji davlat qilib asraysiz onajon. Asrang. Ya'ni ki qizlar ham chiroyli ekan. Qosh ko'zi ham chiroyli ekan. Qaramabdi bolam. Jonim. Bu baxt bizniki qizim. Shu bek bizniki to'g'rimi? Boradigan ostona bizniki to'g'rimi? Daladagi avcharni esa bizga havas kelsin qizim. Men bekorga podshoy vazir demadim. Vazir bo'lib chiroyli maslahat bering. Javohirimni saltanati iloyim siz bilan bolam gullab yashasin. Men bekorga bosh bo'yin demadim qizim. Bo'yin bo'ling, muloyim bo'ling. Lekin hech qachon Javohir aka deganingizni eshitmang. Begim dedi. Payg'ambarim vayil bo'lsin o ayolga dedilar. Erini hurmatsiz qilib, otini aytib, aka deb chaqirib, qul qilgan ayolga vayil bo'lsin. Arab tilida vayil degani qiyomatning holiga voy dedilar. Erini hurmat qilgani ikki dunyosi obod bo'lsin. Erini roziligi bilan maraka qilgani ikki dunyosi obod bo'lsin. Erini mana shu roziligi bilan yashagan ayolni ikki dunyosi saodatga musharraf aylasin. Lekin erda aslida u xolavachcha emas, tog'avachcha emas, amakivachcha emas, uni aka deyish hech qachon mumkin emas. Qondosh emas, uni sultonim deymiz. Uni begim deymiz. Uni dadajonisi deymiz. Kim erini podshoh qilib, hurmatini qilib, erini ana shu og'aynisini hurmat qilib, erda boshiga ko'targan ayol, podshoh qilgan ayol, iloyim qizim malikasi bo'lib yashasin. Erini qul qilib, otini aytib, qul qilib, qulli xotini bo'lgan ayol esa bolam, qulli xotini bo'lib qolar ekan. Biz qaysi bo'lamiz? Qulli xotinimi yo podshohning malikasimi? Yashang. Hech qachon aka deyishga yo'l qo'ymaysiz. Shariatda ruxsat yo'q. Chunki aka degan ayol zahrini sochadi. Dadasi sultonim, begim degan ayol esa uylab gapiradi. Bolajon, dadajonim onajonga, bibijoni bobojonga, hoji ota, hoji onaga Xudo yetkazsin. Men bekorga osmonni zamin demadim qizim. Zamin bo'ling, og'ir bo'ling. Oilani siri bu Allohning siri. Hech qachon Javohirim uydan gapi so'zi kami ko'sti, ostonasidan chiqmasin. Ana shunda kelinlaringiz bo'lib bo'lasiz. Javohirimning qalbini to'rda bo'lasiz. Bolam boshiga toji davlat bo'lib, Javohir bilan baxt qiyossiz iloyim charaqlab tursin. Ma'qulmi qizim?
Yana bir gap aytay. Ishlaydilar bolam. To'g'rimi? Respublika bo'yicha yuradi. To'g'rimi? Toshkentga yuradi, Samarqand yuradi. Eng chiroyli studiyaning eng chiroyli operatori. Xudo xolasa, ana shu bilan balamlab baxtli bo'ling. Lekin kelmay qolgan kuni ham bo'ladi. Mana bilan uchrashsa komandorchi cho'zilib ketadi. O'sha vaqt kulib kutib olamizmi? Qo'limizni belimizga qo'yamiz. Sen qulog'im og'irroq bo'lsin kelinqa. Shvabrat, menga aytmang, yo'rizga ayting. Shvabrat bilan uxlab kutib olamiz, kulib kutib olamizmi? Aynan. Muborak bo'lsin. Javohirim, Xudo bilan muborak. Bu sizga Allohning omonati, xiyonat bo'lmasin. Oq libosga dog' tegmasin. Ota-onasi asrabdi, bog'ga oriz bo'lsin, nomussiz bo'lsin. Bolam, xatosi bor, kamchiligi bor, erkaligi bor, kechiring. Yaxshisini oshirib, yomonni yoshirib. Shu qizimni tarozini bir palasiga qo'yib, onaginangizni tarozini bir palasiga qo'yib, men borman deb turing. Rahbarimizsiz. Oila boshi Javohir, ro'zg'or boshi. Xudosiga beraversin, yumalab o'g'li qizga kelaversin. Bolalarim, kasb-koringga baraka, umri joningga baraka bolam. Olinglar, oldirmanglar. Terib to'kilmang, yigit boshlaringiz omon bo'lsin. Xudodan tilayman erkak bo'lib, ikkita nonni ishidan beminat ko'tarib kelinglar. Ayol zoti qo'lingizga, ilon yo'llaringizga qarasin. Uylanmaganlari uylansin. Sizlar chimilqa kirganda Javohirim sizlarning fe'llaringizga xizmatda bo'lib, kamarbasta bo'lishni nasib aylasin. Robiyaxon, qiziz muborak bo'lsin. Umidaxon, o'g'il kuyov muborak bo'lsin. Muborak bo'lsa amri xayr muborak bo'lib, shodkom shirinkom bu ish va Javohir to'yiga, Hasan Husan to'yiga oling Xudo bering. Xudo qilib aqiqaga yetkazsin. Amin. Sabr qil. Yo'qmen. Mana buni. Chaqaloqqa. Kassa bitta. Qo'lni to'shlaydi. Kassa bitta. Shashni yerda qo'liga yashang. Qaysi o'ylamagan eding? Mayaqlar. Hech o'ylamagan. Senga tuxum bermadim, ha, bolam. O'ylaysan, ma. Nechta tuxum pulini bersin? Yuring darligasiga. Shimilda qaytkasin. Shunda, olib bering. Men 2 marta yetqizsin. Bittasini yebla. Mana. Bir misqol berdim. Robbim seni ilm kasb-koringizga baraka bersin. Qisay kamaringga baraka bersin. Boyda davlatini bersin. Xizrda barakasini bersin. Javohir bilan o'raydagi mehr oqibatdan ayirmasin. Bu yog'iga yiqqaning to'yga buyurib, solih xavaliya kelin bilan alpomushday bo'yin chimirlagan. Chapini berayman. Ikkalasini berayman. Oladimi? Olamaydi ya. Kim oladi yoshginani? Oladi yoshginani. Yelizingni ko'p. Zabardastigi joydan qamala olmadim g'alib. Chiroyli qilib qaradi. O'g'liz muborak bo'lsin. Rabiha, qiziz muborak. Shu ko'pda iloning duosi ko'l bo'lib, bu ish vaqt otajon bo'lib, onajon bo'lib o'rinladingiz. Qo'sh beshirani o'rtasiyu, olimalarni, qoriyalarni ota-onasi bo'lib yashasin. Keyin radom ketganda lo'lani quchoqlab yotasiz, javobsiz. Modon yeksan otajon. Hozir otajon. 2 minut men bir joylashtirib olay bolamni. 2 dona non beringlar menga. 2 dona non. Non chiqinglar non. 2 par bo'lsa ham bo'ladi. Yo'q, chiqinglar non. Tezda tinglar. Qiz bolamni ketib turib, otani poyiga bosh urar ekan. Tizangiz ko'taring. Ko'taring tizangizni. Xudo yo'liga rozimisiz? Roziman deng. Bergan nomingizga rozimisiz? Alloh yo'liga qilgan mehnatga otajon rozimisiz? Ota rozi, Xudo rozi keling. Insonda bir ko'z, qalb ko'zi bor. Shuning uchun otalar qizini peshonasidan o'padi. Iloyim, qalb ko'zlari ochilsin. Hayotda qo'rqilmasin, yiqilmasin. Umidaxon, keling, oqsit bergan onajoni. Rozi bo'ling, oqsit bergan onajoni. Arkasidan duo qiling, amaki, tog'asi, amma xolasi, erkak qiziz kelin bo'lib ketib borar. Ilohoning Rasul aytdi. Kim boqadir bir qizni jannat bog'i kutar biz ikkimizdan. Bu hadisani ko'zlarimda chiqqan yosh. Nahot qiyomatda baland bo'lar bosh. Sezdim Robbim jannatingdan birazdan otajon, onajon, kiprigingizni usayib katta qilibsiz. Dildoram deyapsiz. Duo qiling, bo'ladigan yurtiga yayrab, yashnab yashasin. Duo qiling. Baxtli bo'lgin, qizim, kuyovlar, ko'cha qaragin, borgan joyiga toshmaringiz, hurmatli gapini. Amin. Yashang.
Har doim qaynota qaynonani hurmat izzat qo'yamiz. Rahmat. Hurmatimiz. Rahmat. Hech qachon g'am ko'rmang. Amin. Har doim minat ko'rgan. Amin. Allah. Yozgan jonimdan hamma narsa shunga chiqsin. Salomat bo'ling. Qizimizlarga rahmat yog'sin. Amin. Allohu akbar. Zargara bitgan zanjir, o'zi bo'lmasa yor. Shohsonadan javohirli ruxsatsiz bemavri chiqmang bolam. Bismillahirrohmanirrohim. Kiring. Subhanalloh deb kiring. Alhamdulillah deb kiring. Alhamdulillah takbir. Va la ilaha illalloh va Allohu akbar. Va la havla va la quwwata illa Ayo
kimini oling, hammani olamiz hozir. Hech kim qolmaydi, отдельно olaman manasi. Iltimos sizlardan. Shunday chiroyli narsa bo'ladi, bitta tomosha qilayotgani. Jonim qurbon bo'lsin. Kelin muborak bo'lsin. Mehnatingiz rohat bo'lsin. Qani onajonim, menga nayralarimiz kim bor? Choqali bor, kesin qani. Mana kelin yuzini bitta o'choqlaydi qani. Jonim qizim, Husayn narsani. Husayn, qo'lingizga Husayn. Jo'rini ikki apok, ikki bebe. Egiling bana. İşler sana işler. Yağmurlar sana. Sürekli dur yıkayacağım. Korku buyurlar. İşte. Korku buyurlar. Markudola. Cevahirge. Umbır oğlan yetti kızı söyledi. Kan bulmasın. Telefonunu kavlamasın. İsminizi unutmasın. Telegram'ı boş çıkarmasın. Soat geçimini kulüne bir yapılmasın. Sultanım desin. Bilgirim desin. Sırada kara koş kara göz. Kamada bir şolda doğru kızı ota olası bilsin. Yes, yes. Allah razı olsun. Şöyle vereyim buraya. Buraya şöyle vereyim bana. Bir polis başıyla şöyle vereyim. Yok. Al işte. Allah kalitesine konuşma. Bundan sonra rastlar kuruşke. İlk dikte cevabında rastlar kuruşke. Hani bunu ilk dikte, ana, ketti. Oy barışına ikini bugün, ketti bana. Ana saya bir içimden bir ana, İyi oyundan yani iyi bir bilgisin. Geri, oyunlar. Oyunun kuyruğuna, ma general oyun sana. Al promişleri kira buraya. Olin. Ay malar dis tumbağım. Hani kinamız rodehon. Assalam. Das. Yomon gaplar ko'payganda xotinlarni. Bularni jim qilib juda qiyin-da. Beri keladigan donlaringiz o'tinglar, sizlar qilib o'tiraman qarab. Iltimos sizlardan o'zlaringiz hurmatlayinglar. Jonim qurbon bo'lsin. Onajonimman. Ana qo'lni qoldi. Nasib etsa Robiyxon bu atir yaxshi. Balamni bo'y qiladi. Lekin mo'ydov bering. Ayrim demayman. Hozirgi hamma kelinchayda qo'lingizga tursin. Mana shu yerga to'q tomiri bor. Qaynonasi kelinni seni tomir tirish qo'larkanda, lapay demaymi? Barmoqni sal tegirib, barmoqni uchini sal tegirib, o'jon degan qilib, qani. Ko'ylakni qo'lnuqta. Bo'laganman. Eshitma. Bularni bilma. Qani seni ishlayotgan kelin bo'ladigan qani lapay o'jon deysan, ha? Kelinlar, lapay o'jon. Aynan. Davlat iş var. Mollar var. Soturlar. Değişmez. Yerde amr vacip. Yeriz iştim degenden to'xtataman. O'shangacha chaqon. Orada shunaqa. Yerde amr vacip. Bilib qo'yaman, nima bo'lib kelsa, hamisha yerde amr vacip. Choqiring onajon. Kelinlar, lapay onajon. Yerler iştir dedi, tamam iştiler. Mübarek olsun onajonim. Onajon degan tilizdan uy keladi. Ana, bir kuchog'iga. Kuchog'iga bering. Ana shu turpani ushlay bera. Ushlay. Topshirdim dey. Turpasini ushlay. Igna uymoqda. Idishda bo'ldi. Otasi o'tmagan. Onasi o'tmagan. Javobini bilan topshirdingmi? Topshirib qo'yapmiz. Nega deganda mana shu kelini yo'liga inson bo'lgan o'yjon shu bilan. Nega deganda sarponi go'zalni kelin yig'ilib, bolaginam kiysa, ko'zlarim quvonadi deb ana shunga istagan o'yjon shu bilan. Nega deganda shularga dildorani ko'rib, meni qizim kelibdi, kelinmas, ostonamni egasi kelibdi, bek balamni bekasi kelibdi deb yo'liga inson bo'lgan o'yjon shu bilanlar. Og'izlaridan shikalatni olib, men agar bir umr bekni bekasi bo'laman, ostona meniki desangiz, ana unaga topshiraman. Ma'qulmi qizim? Yashay. Yaxshi niyatdan kel. Nasib etsa, hammasini yeb qo'ymang yana. Yarmisiniki, yarmi keliniki. Obat akma yeb qo'ymang dedim men. Hozir ishlab kelinga berish kerak ishlar. Ana onajonim, ishladik. Aha. Assalom mana. Qaynona kelin bu qayerda? Iloyim Xudodan tiliga shunsin. Menga masala. Shuningina kelib bo'lyapsan. Ana shunday. O'zi o'rgay, mana onajonim
qiylagan, beshigani tebratib, javohirni axirin Xudodan tilagan. Keling desa, Xudo qalasa mana pensiyani ana sovg'a beraman degan bebilarga bittasan. Qanaqa Şerifsiz. Şerifsiz. Tavsirdizmi? Keling alibisi. Keling. Mübarek bilsin. Alira tiylagan chaylarlarga bosh qo'yiladigan. Maqtasangiz mehnatni o'rganaysizlar. Muborak bo'lsin. Alloh rozi bo'lsin. Chaponlarim kiygan ministrga tegdigan. Tarmoni katta uchun ayamay pulni so'rashgan. Elga katta to'y bergan. To'yga katta novoshlar silgan. Bozorlarga qatnagan, arabxonaga qatnagan. To'yxonaga qatnagan, qavurmasini chaqnagan. Indigina qo'ydiyo. Kelinginasini arabxonadan olib kelishga qavlagan. Qaynotalarga bitta salom. Muborak bo'lsin. Ey yashasizlar. Ey izumrud ko'zli anasiga tabrik qilganlar. Muborak bo'lsin. Majoziy ma'nosi kelinlarni quloqlari muloyim, qo'llari chaqon, tillari iloji shirin bo'lsin dedilar. Muborak bo'lsin. Dadajon, berib kelasiz. Bizada shunday bo'ladi. Ana shunday dadasiga. Ana shunday yashang, o'zi shart emas. Salgina buni sushdan olib, qo'liga berib qo'yamiz. Ana shunday. Bolajonim ishlaydi. O'tiring otajon. Boyjon siz ham o'tiring qavatlarga. Ha, ikkovsiz ham o'tirasizlar. Mehnat qilganlarim o'tiring. Ilohomin. Ilohomin. Kelin deganda, jonim kelin deganda. Qaynotasi qo'l yuvganda ilohomin. Ana shu kelin kelib so'rab qo'ysinlar. Kelin deganda, jonim kelin deganda, oyijon yalidagi kelin bo'l deganda, labbay oyijon desinlar. Kelin deganda, jonim kelin deganda, javohirim ishida tundirib kelganda, xush kelibsiz sultonim desinlar. Kelin deganda, jonim kelin deganda, ammalar, xolalar, yangalar, bibilar, ayajon amaki tog'alar deganda, qanaqa choy bo'lsin? Kuz choy emas. Qora choy emas. Navot choy emas. Yuragimdan joyini xizmatlarida bo'lsinlar. Kelin deganda, jonim kelin deganda, javohirimdan doimli el xalq mahalla qanaqa bo'ladi deganda otajon. Eng baxtli butun o'ziday hammaga ibrat bo'ladigan oyani belki bo'ldi, ilohim bekasi bo'ldilar. Duo qiling. Umid bilan kelinchak bir yil o'tmay Alloh bilan desin. Husanjonni bersin. Fatmajoni Zuhrajonni bersin. Bo'ynidagi marjonni bersin. O'lcha umri Xudo bersin balasiga bersin. Olib kelsin xudolar arabxonada. Naqshikor tilla beshiklar. O'ynab naziramiz katta bo'lsin. Bu yilga noxonalonga yana qo'shimroq berib, oling xudo. Bir xudo qilib haqiqat yo'liga yetkazsin. Amin. Allohu akbar.
ishinglarga hammamizga haqiqat ularga muborak bo'lsin nasib etsin. Amin. Allohu akbar. Hayırlı